Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kögüçüler. Bugünkü programımız Şarkı Türkistan'da ötken ve yaşayatkan meşhur şahslar hakkında olmakçı. Yani programımızın ismi Meşhur Şahslar programımızı deyip atadık. Programını kılışımızdaki maksat Şarkı Türkistan'da bu vakit kadar Şarkı Türkistan halkıga, vataniga, diniga, milletiga hizmet kılıp kelgan ve bu hizmet kılış jarayonida nurg'un külfatlarni, jaru jafolarni ko'rgan ve ko'rayotgan ataliq shaxslarni tunutib o'tishni maqsad qildik. Bugün dastlabida hozir yashayotgan Şarkı Türkistan'da tarihi hamma kishilarga tunilib kelayotgan bir shaxsiyat ustida to'xtalmoqchi. O bo'lsa meşhur mujahid, yashayotgan mujahid, katta alim, qahramonlarimizdan, hozir turmada yashayotgan qahramonlarimizdan bo'lgan va qahramonlarning eng beshi bo'lgan kishi hisoblanadigan Abdülveli Karim, yani Kerem Karim, Abdülkerim, Abdülveli Kerem Karim hakkında program işlemekçe. Programımızda Kerem Karim'nin yol sepdişi bo'lgan, Kerem Karim'nin hayat dostu bo'lgan muhim bir kishini chaqirdik. O bo'lsa Erkin Abdurazak Efendi. Erkin Abdurazak Efendi Kerem Karim bilan uzun yıllar birlikte bo'lgan ve birlikte hareket kılgan. Keyinki zamanlarda nihayeti zor ahvallarda Türkiye'ye kaçıp çıkan. Bugün Kerem Karim hakkında to'xtalmoqchi ve Kerem Karim'nin nima ishlarni qilganligi, qanday bir shaxsiyat bu. Bu to'g'rida to'xtalib o'tamiz. Allah Subhanahu ve Taala'dan bu program boyunca tilimizden hatalaşıp gidişinden saqlashini ümit qilamiz Allah Subhanahu ve Taala'dan. Hürmetlik Erkin Efendi. Aldı olan Kerem Karim kim? Bir bizge tunup ötken bo'lsalar. Assalamu alaikum. Hürmetlik televizyon ko'rayotgan qadrlik qarindoshlar. Men avval so'zimni boshlashdan burun bu programmani biz har xil sabablar bilan 3 hafta kechiktirishga to'g'ri kelib qoldi. Buning uchun ben ichimda munoyat xijilman, hamma do'st birodarlardan kechirim so'rayman. Bu Abdülkerim Abdüveli, yani Kerem Qari degan atalgan bu kishi bizningki vatanimizda nihoyat tanilgan, hem ilim jihatdan bo'lsin, mayli fan bilimlari jihatdan bo'lsin, mayli kishiligi bo'yicha bo'lsin, mayli mijoz xarakteri bo'yicha bo'lsin yoki irodasi bo'yicha bo'lsin, nihoyat tanilgan bir kishi. Xo'sh. Bu Abdülkerim Abdüveli to'liq ismi, hamda qisqacha Kerem Qari deb Meşhur bo'lgan ismi. Meşhur tanıymiz hamda. Biz Uyg'urlarda ham Kerem Qari'dan ikkisi var. Birisi Cho'ng Kerem Qari deymiz, Abdülkerim Abdüveli, Kichik Kerem Qari deymiz. Hamda Turkiyada yashayotgan Abdülkerim Kuchar, Kerem Ziyobni. Xo'sh. Hurmat bilan shunday ataymiz. Aslida bu programga Kerem Ziyob Karim'mi katılmoqchi edi. Siz degandek o'tganki haftalarda bu programga katılış uchun tayyorlik qilgan o'zi.
Afsuski yakın 2-3 günün aldıda bir sefer kılış ihtiyacı bulup sefer ketip kaldı. Ve şunun bilen bu programga katılanma kaldı. İnşallah bu programdaki Türkçesini bu kelgüski programlarımızda elip bakmakçı. İnşallah Kerem Karım, yani ikinci Kerem Karım bu Türkçe programlarga inşallah katılışını Allah subhanahu ta'ala'dan dileyimiz inşallah. Amin, Allah fırsat bire. Hoş. Abdükerem Abdüeli 1956 yılı Kuchar, yani Küsen, kadimki medeniyet yurtu olan Küsen'ninki Konişer, yani Saksak mahallesinin Akten Ahali Komitetinde tuğulgan. Hoş. Yani öyünün adresimi hazır şundaq, yani Akten Ahali Komiteti 64. Koro. Hoş. Abdükerem Abdüeli hem de tuğulgandan keyin hemmemiz bilimiz, medeniyet zor inqilabı dedik. Yani 1966 yıldan ta 76 yılgacha Xitoy komünist Xitoylarninki sebebi bilan bizning vatanimizda medeniyet zor inqilabı degan bir inqiloblar bo'ldi. Medeniyetni yo'q qilish inqilobi. Amaliyotda bu medeniyetni yo'q qilish inqilobi. Biz Uyg'urlarga nisbatan, yani Sharq Turkistonda yashayotganlarga nisbatan bu medeniyetni yo'q qilish inqilobi, to'g'ri. Ham bu 56 yılı tuğulgan Abdükerim Abdüveli'ye nispeten aytganda 66 yıldan 76 yılgacha bo'lgan bu medeniyetni yo'q qilish inqilobi nihoyatda ig'ir kunlarni beshdan kechirishga to'g'ri kelgan bir vaqt bo'ldi. Yani Abdükerim Abdüveli'ninki bu o'smirlik chog'lari va yoshlik vaqti bir tarafdan ham de u chog'larda maktablardami biz bilmaymiz, bizning yoshimiz u yoshda emas. To'g'ri bir narsani o'rganishning o'zimi mumkin bo'lmagan bir vaqtlar. Yani dadı balaga, ayolga qarshi turadigan ashuna bir oila ichidami siyosiy kurashlar bo'lib ketayotgan bir vaqt bo'lib ketgan bo'lgandan keyin Abdükerim Abdüveli'mi ham bir yetarlik bir bilim elishga fursat bo'lmagan bir vaqtlardi. Ham Abdükerim Abdüveli'ning oilasi bir nayt medeniyetlik bo'lgan bir hünərvən aile. Hünərvən aile. Hünərvən aile. Yani Abdükerim Abdüveli'nin ne mi hüner var? Hünərvən aile degan vaqtda da bu tumakçılık qılatdı ki. Tumakçılık. Bu dadısından qalğan bir kasbkan Abdükerim Abdüveli'mi şu vaqtlarda tumakçılık kasbini dadısından biraz öğrenip, mana tumak ishlash orqali aileninki iqtisodini qamdash uchun ish qildi ekan. Keyingi vaqtlarda hamda shu 1985 yillarga kelgan vaqtida Abdükerim Abdüveli o'zining tirishchanliklari bilan hammalikqa qalbininki suzukligi, imonininki pokligi sababi bilan bu bir ishtiyoq tug'ilib, shu chog'lardagi qog'iliqda Abdukim Maqsum Hojim. Xo'sh. Abdukim Maqsum Hojim ham bizningki Uyg'urlarga nisbatan aytgan vaqtida bu Uyg'ur ziyolilarninki va diniy o'limalarning bo'lib, inqilobchilarninki eng peshvolaridan birisi hisoblanadi. Bu zatmi uzun yil Xitoy turmusida nahaq yotdi hamda. Nahaq yotish jarayonida bu Xitoy turmusida nurg'un bilimlarni o'rganadi. O o'rgangan bilimlari hamda tabiat bilimlaridan tortib astronomiya bilimlari, nurg'un bilimlarni o'rganib, eng oxirisida bu turmadan chiqib qog'iliq o'zining yurtiga qaytgandan keyin u yerda hamda asta-asta madrasa etish orqali yosh bolalarni, yani ilim ishtiyoqi bo'lgan, qalbi iymon bilan to'lgan yosh bolalarni tarbiyalash maqsadi bilan madrasa ochdi u yerda. Xo'sh. Bu madrasaninki dastlab echilish tarixlari qaysi vaqtlarga to'g'ri keldi? Bence 85 yildan burun bo'lishi mumkin. Burun 80-81 atrofida. 80-81 79 chiqdi. 79 bo'lishi mumkin. 1979 chiqqan bo'lsa, 80-yil chiqiblam shu ishga boshlagan. Meningki bilginimda ham Abdükerim Abdüveli'ninki ham qog'iliqqa dastlab berish vaqti 1985 yilimiz. 85 yil. U yerga borgandan keyin ham Abdükerim Abdüveli nihoyat ishtiyoq bilan o'rganish orqali bir yil qolmaylam ham u yerda o'rganguchi ham o'rgatguchi bo'lib ko'z ko'rinadi hamda. Shu qatorda masalan keyingi Barin inqilobininki rahbar bo'lgan Zaydi Yusuf, Hasan Maqsum, hozirgi hayot inqilobchimiz, peshqadam inqilobchimizdan Abduqodir Ahmad, Abduqodir Yapcan deymiz. Mushlarning hammasi shu Abdukim Maqsumninki shu madrasada yetishib chiqqanlar bular.
1987-88 yılları kelgan vaqtida bu Qağılıq nahisida bu normalda u yerdagi hokimninki yoki partiya sekretarininki gapini anglamaydigan xalq. Abdukim Maqsumninki gapini anglaydigan. Abdukim Maqsum bir desi bir, ikki deydigan bir holat kelgandan keyin bu Xitoy kommunistlari bundan rahatsız bo'lib, eng oxirisida qarshi Qağılıq nahisida bu madrasa kelib ketayotgan 1500 ga yaqin o'quvchilar bor ekan. Shu Sharq Turkistonning har qaysi nahiyalardan kelgan. Bundan xotirjam bo'lolmagandan keyin 87-yilning oxiri 88-yilga kelgan vaqtda bu madrasani taqib etish. Ne buyruq chiqardi endi. Buyruq chiqargandan keyin dastlab buning bir bahona topolmagandan keyin yo'q yerdan bir bahonalarni uydirib buni bostirdi endi. Bostirgandan keyin bir qismlar endi markazgacha arz qilamiz, u bu qiladigan vaqtida ularning yo'llarini to'sish orqali oxirisida bu Xitoy hukumati bu madrasani butunlay taqib etish maqsadiga yetdi endi. Taqib etish maqsadiga yetgandan keyin shunday Abdukarim Abduvali boshchiligidagi bu o'yg'oq yoshlar özlerinin yurtları qaytgandan keyin u yerda anadagi shu o'rgangan bilimlar bo'yicha yana shu yosh bolalarni, o'smir bolalarni tarbiyalash planini qiladi endi. Planini qilib 1986-87 boshlab Abdukarim Abduvali va uning sabdishi Yimit Talib bular Kuchar, Shinxa, Toqsu deymiz ham. Toqsu, Shayar, Korla bu yerlarda o'zining xarajati bilan yoki hamda boshqalarning yordamlari bilan mening bilganimda 24 nuqtada madrasa ochgan. 24 nuqtada. Ba'zilarining ko'lami sal cho'ngroq, ba'zilarining kichikroq. U vaqtlarda hamda berib kelishlar sal erkin. Chunki Xitoylar u qadar bilib bo'lmagan vaqtlarda berib kelishlar erkin. Masalan, o'quvchi bolalarmi maktabda yongandan keyin kashda uyga bormay, avval madrasaga berib 1-2 soat u yerda ta'lim, diniy ta'lim tarbiya olgandan keyin anandagi uyga qaytadigan, shanba kunlar cho'q boradigan mushuna bir ahvollar kelib chiqqan. Keyingi vaqtlarda bu madrasalarmi bu Xitoylarningki diqqatini qo'zg'ab, bundan rahatsizlik his qilgan hamdi. Rahatsizlik his qilgandan keyin bu madrasalarni taqashga to'g'ri keldi hamdi. Buning bir qancha turli sabablari bor, bahonalari bor hamdi. Buni so'zlab kelsak pek jiqib ketadi. Vaqt sababi bilan men uncha so'zlamayman. Bu Abdukarim Abduvalininki hamda mushunda ko'z ko'rinib qilishi, bular shu Kuchar, Toqsu, Shayar, Korla. Bugur bu bölgede ko'z ko'rinib qilishi bu maktablar o'quvchi bolalarniki bunday ta'lim tarbiya olib ketishi nihoyatda rahatsizlik qilgandan keyin shuna bilan bu bir bahona bilan bunimi yo'q qilishga tirishdi hamda. Shu vaqtlarda 1990-yili 4-oyninki 5-kuni bu Barindagi inqilab qo'zg'algandan keyin shuning bilan bu Xitoy hukumati bu Barindagi ishlar, anadagi bu Abdukarim Abduvali, anadagi bu Hasan Maqsum, Abduqodir Yapjan, bularni hammasini bir bog'lablamla shu Qağılıqdagi madrasada nihoyatda ko'z ko'ringanlarni tizimlab 12 nafar kishininki tutish buyrug'ini chiqardi. Hech qanday isbot yo'q, dalil yo'q. Ular faqatlamla oldin o'yg'ongan, bir narsani oldin ko'raligan, bir g'oya tikilgan bir yoshlar bo'ladi. Shuna bilan 12 nafar kishi to'g'risida tutish buyrug'i chiqargandan keyin men keyingi bir vaqtlarda bu 12 nafar kishining tizimligini hozirlagandim, men keyin nima qilay? Bu Abdukarim Abduvali shu 1990-yil hamda. O'sha Barin inqilobidan keyin amal maxfiy suqunib yurish to'g'ri keladi hamda. Suqunib yurish to'g'ri kelgan vaqtida dastlabki vaqtida bir tarafdan salomatlik yaxshi bo'lmagandan keyin salomatligi aslida yaxshi. Shu o'zininki shu ta'lim tarbiya ishlari uchun, o'zining mush ishlari uchun nihoyat o'zini berilib ketgan bo'lg'achqa kunligi dam olish vaqtlari nihoyat oz. Bunda jiddiychilik. Salomatlik sabablar bilan salomatlik misol nacharlashib qolgan. Biz
biz burun tanışkandık hem de şu 90-yılı anadayken bu Abdülkerim Abdüveli Xotanga verip Uyghur Tibbiyat Doktorxonasida başka bir isim bilan aşağı balınız yetip bir taraftan davalındı hem bir taraftan pana alındı hem de. Bu bir yerge keliştin, devam kılıştın burun. Kerem Karım'dan burun hatta. Abdülkerim Mahsum Hacım Kağlık'ta şundan medreselerini açtı. Şundan adamlarını terbiyeledi. Yani hazırki bizning ideyamizda hamda. Şundan terbiye işlerine bilan meşgul bulup 10-15 yılını vaktini ötközüp kılavazsak bizni Xitay yep tüyep gididi deydiğen bir düşünce var. Yani biz şunda yetiyorumduk, kitap okuyuramduk, mollan bulap yuramduk. Doğru. Deydiğen şunda bir nima var. Yani bu Abdülkerim Mahsum Hacim'ninki, bu Kerem Karım'ın bu mektep eçiş, medrese eçiş bilen başlaganlığı yani bizge alayda bir dersine oturup koyduğu şunda mı? Doğru. Bu bir hesapta hem de şu çağdaki vatandaki bu bizninki şu yaşlarına nispet etken vaqtida bir medeni akartış. Yani bu bizde hem hurapatlık nait eğir. Bunu siz bilirsiniz hem de. Çünkü bizde meyli bizdenki dini ölümalarımız olsun. Yani bizdenki közümüz görüngen, biz bilgen mahallemizdeki ölümalar olsun. Ya ki hem de bizden ailelerimiz olsun. Belgelik bir doğru boğan bir İslami bilim yani iman doğrusu bir bilim eliş bir fırsat yok. Bunun fırsatını hiç kandak yaratmadı. Yaratmagan buğaçqa şu Abdülkerim Mahsum'nınki sebebi bilen cehalet kaldık hem de. Hurapatlıkta texmi kaldık biz. Çünkü hem de bizninki mahallemizdeki mesela ben çoğun olgan mahalledeki imamı cık bir nas bilmeydi. Çünkü onunki nereden kanda terbiye ağalığı mı yüzümü bilmeydi. Çünkü Medeniyet Zor İnqilabı'nın tesiri bu bir. Anadayken biz Uygurlarımı 1949 yıldan bu yan izliksiz türde bu zulüm, yoktuş, beşini götüren meslek. Cehalet kaldırış, beşini götürüş fırsat vermezlikten ibaret. Onun üstüge anadaki namratlıkını koşudu bir yerde. Mujna bir sebeple bilen bizdeki ölüm alırımız mı hakiki bir dini bilimge erişiş fırsatı olmaydı. Hem bilmeydi bunu. Fakat ben şundalı qarayman, başka tarihçilerimiz ya hem de başka tədqiqatçılarımız qanday qaraydı, onu ben bilmedim. Mağa nispet etken vaqtida şu 90 yıldan keyin, bo'lib 85 yıldan keyinki vatanimizdeki şu uyg'un ishqa. Bu uyg'un ish degan vaqtida birisi iman. Yani birisi anadaki vatanperverlik, milletperverlik. Anadaki insancı yaşaş. Bir yerde insancı yaşaş var bir yerde. Anadaki insancı yaşaş degan vaqtida yüzünki insani huquqqa, insanda bo'lish tegishlik bir kişilik huquqqa erişip durup şunu qo'g'dab durup yaşaş degan gap hamda. Şu tushunchaga erishish faqat şu rahmatlik Abdülkerim Mahsum Damolla Hacimninki sebebi yani şundan başlagan deb tushunmayman. Hakikaten yani bir işini bulanınki Abdülkerim Mahsum Hacim olsun, meyli Kerem Karım olsun veya ki başka şahsiyetler olsun. Bu şahslarınki hemmisinin enada Xitay tecavüzlere karşı bir işin ilip birişinin mühim hikayelik. Doğru. Ama bunu ilip biriş için aldı olan dili akagan, Doğru. akidesi düzelgen, Doğru. hak ve batılını düşüngen, insanların yitilip çıkışı lazım hikayelikini bilgenlik için. Doğru. Bu insanlar, bu kişiler aldı olan insanlarını bu ilmi şekilde yitildiriş, imanını müstehkem kılış, bunun tırışkan. Çünkü iman müstehkem bulmayan bir kişide, iman müstehkem bulmayan kişide vatanperverlik, milletperverlik dediğin gaplar bulunmaydı. Olmaydı. Doğru. Bu çeklik o. İman hemmine, çünkü iman degen kapırga, basqonçuğa, tecavüzçüye karşı duruştan ibaret. Şunun için yani şunda bir ekün çıkarsak buldu. Doğru. Hoş. Bu Onun ikinde kağalık Xotan'ga bağdı. Xotan'daki bu hem bir taraftan davalandı hem bir taraftan saklandı hem de. Saklanış jarayonida hem de bu Abdülkerim Abdüveli'yle ve
bu keyingi yaqin sabdashlarning hamda ularning o'zi uchishlik bir planlar bo'ladi hamda. Menmo shu chaqlarda xizmat munosabati bilan Qashqarda etdim. Keyin Abdukarim Abdualining xotinligini anglab, bir ko'rish munosabati bilan berib, bu yerda bir 2-3 kun birga bo'ldik biz. Bu Kerem Qarım bilan yani tunishish yerda boshlaganmiz. Yo'q, biz tunish tariximiz hali burun. Men uni birozdan keyin Abdukarim Abduali keyingi vaqtlarda bu Xitoy hukumati bu Kerem Qarın'ınki bu xotin tarafda ekanligini bilgandan keyin taxminan 1990-yili 6-oyning o'ttirlariga to'g'ri keldi hamda. O chaqda men Urumchida etdim. Bir kuni biz bir telefon qildim, shunda Abdukarim Abdualini biz chiqyapmiz, bir yer tayyorlasanglar, shunda bir uy turdiganga dedi. Shundan bilan keyin bir qog'liqlik erkinlab yana bir birodarimiz bor. Uning bilan birga biz shu Urumchida ittifoq yo'li bilan bir yerdan bir uy, shu bir kishiniki yaqin ishonchli bir do'stininki uyini tayyorladik. Bu Kerem Qarın'dan shu maxfiy holda bir yuk mashinasi bilan xotindan qog'liqdan Urumchiga mashina yondirib chiqqan. Bu vaqtlarni shu 7-oyning boshlariga to'g'ri keladi. Şu vaqtlarda anadaki bu Yiğit Taliplar, anadaki İdrisxon Ömer, bularni ishkirdi kentdikmi şu Guangzhou, anadaki o Ningxia. Bu İdris Taliplar, Yiğit Xonlar bularmi şu Abdukarim Maqsumajimda o'qiganmi bu yoki boshqa? Bularmi şu Abdukarim Maqsumajimda idisna to'g'ri yo'lni topganlar. To'g'ri yo'lni topganlar. Ajnal deyli. Keyin chiqqandan keyin bu bir mezgil hamda bu Kerem Qarın'ni biz maxfiy saqladik hamda. Urumchida. Maxfiy saqladik degan vaqtida bu biz bir tarafdan hamda bir mumkin bo'lib qolsa bir pasport bijirish imkoniyati bo'lib qolsa pasportni bijirgach sirtqa chiqarib etayli, bo'lmay qolib qolsa ishkirga kirib ketish. Shu chaqlarda hamda shu Yiğit Talipdan anglashimdimi Ningxiada hamda bir medresede bir o'rni hozirlaganligi to'g'risidami anglagandim men. Ham ishkirga kirib ketish uchun ya poyezd bilan menish kerak, eng bexatar poyezd hamda. Mashina bilan mansaq nurg'un tekshirishni o'tadigan bo'lganki, bu bo'lmaydi ekan deb. Yana birsamda bu Abdukarim Abdualimi birsi bo'yigiz. 1.85-86 kilo deb bo'yimigiz. Maşallah. Onun üstü usqalliq. Yani bir ko'zi burun bir zaxmlanganlik sabab bilan sal qisqroqchi. Shundan biz uni o'ylashib, buni o'ylash orqali hamda shu ko'zni bir operatsiya qilg'izaylamdi. Eng tipik belgisi ko'zga. Shu chaqlardami shu tutish buyruqlari to'g'risida biz anglagan vaqtimizdami ifoda nimasi belgisi degan yerda bir ko'zni qisayıq deb bor. Şuna bu bo'lmaydi ki biz hamda şu bir tarafdan fursat kutgach, yani bir tarafdan nima qilaylik, ko'zni operatsiya qilg'izaylik deb men biz Abdunur Rayliq tibbiy universitetininki shu ko'z bo'limida bizning bir yaqin do'stim bordi. Men shuning ahvollarini dedim hamda. Mana ahvol degandek shuna bilan bo'ladi deb umi anadaki boshqa bir odamning kimligini tepib, u yerda bir tarafdan ko'zni operatsiya qildik, yana bir tarafdan u doktorxonada bir 20 necha kun yotqizdik biz. Shu tibbiy universitetining qorallarida shu mengib yurdi, biz ham atroflarda biz nima qo'g'dab turibmiz hamda. Qo'limizdan kelgan tadbirlar shu hamda. Shu tadbir. Shundan bilan keyingi vaqtlarda ko'z yaxshi bo'lib chiqdi doktordan chiqqandan keyin shu Yiğit Talip bizga şu nimadan Urumchininki Go'yan ko'chasida bir ko'cha bor. Sanshxans deydi ama Xanzucha. Şu Sanshxansda Go'yan ko'chasidagi bir 34-numurli qora. Aşağıdan bir kiralık bir qo'roni kiraldi. Bu Yiğit Taliplar yaptı. Hem 6 aylık kirasını aldığını tölev ettik. Bu qora Uyg'urlar yaşadığın yer mi yoki bu Xitoyda yaşadığın yer mi? Yok, o mahalle Uyg'urlar chiqroq hamda. Azroq tunganlar bor, ama biz Uyg'urlar yaşadığın yerning ismi Xitoycha. Ama o Sharq Turkistonda, masalan, Urumchi olsun, hozir Qashqarda shunday olib ketdi. Bu tarixni yo'qotish uchun hozir ham Xitoy hukumati qo'ldan kelganini qilyapti-ku. Yani Xitoy hukumati demayli, Xitoyda yani bu ishg'olchilar desak. Ishg'olchilar. Mesela Sanshxansa. Hoş.
Ama hazır Kez belki fazla. Uygurçası buluşumu mümkün. Çünkü hem bazı ziyarlarımız tırışıp etipti. Hem Goyan koçası diyenime ben bir tercüme kıp bekişkim tırıştım bu olmadı hem de. Demek şu Goyan koçası da biz bir koron hem de müstakil dervazısı var. 4-5 kızlık ayrı müstakil öyleri var. Bir koronu kiralayıp biz ortadık hem de. Kiralayıp ortaga vaxtada şu Kerem Qarikam, Kiçik Kerem Qarim. Anan diken Osman İmit'te yani bir buraderimiz vardı. Bula bir işke kızı koydu biz ortadı. Ben ayrım yani bir oydu işini tüydü ki bir oydu ortadım. Aşında bir makallaştık ya. Makallaşıp şu bir 15 gün ötmedi kaçan. Tutsak şu tutulga vaktimiz emdi. Bu hemmala bir yere gelip turuştun korkmadan ama. Ama hazır bir yerde şu Yani çünkü közü görüngen insanlar Kerem Qari emdi ben hükümet kadr bulup işlevatkan nazaret işlettim ben. Abnuraylık Mağrib nazaret işlettim. Ben özüm normal hizmetçi olan çıkan bizden hanımım var bir üniversitenin okutukçusu emdi. Ama şu ahvalda bizdenki işimiz normal. Normal. Şuna olan bu ulan korağı kirdi çıkmaydı kallar. Bir hesapta ulanıki yeydiğen işçidiğen nesillerini ben şu fırsat yapıp bu cadı vesip minettim. Vesipliktim ben. Hizmet yerim bilen o öyün ağırlığım 4-5 kilometre keletteyine. Kündüz taraplerde bir işler vakası o telefon diye nesi yok uçaklarda hem de. O 90. yıllar. Bu sıra bu ben Kerem Abdüveli Kerem Qarim Xotenge bağa vaxtida ben Qashqar ettim. Doğru. Deyen. Hazır birdemning iştilam Ürümçiga ilkilip kaldı bu biz Xotanı körüşke vaktimiz 90-yılı 6. ana ahir 7. ana başladı. O vaxtda Qashqarda Qashqarga ben hizmet böyle bağan. Vaqtli hizmet mi bu ya? Ya mineke şu özemdeki hizmetim bile. Şu nazaratın hizmeti bile bağan. Keyin anadınken bu Kerem Qarikamni Xotandika deb anlagandan ben körüşkil varım emdi. Bu yok. Nimeke? 90-yılı 4. ayınki 10 lira etrafında. Şu barın inkılabı başlığını uzun aylamla ben Qashqar hizmetke vaxtida o hizmetim bo'lmadi. Yani nahayet ciddiçilik olub ketdi. Şuna olan bizne qaytib kelishindagi vaqtida men anadayken Xotanda o'qiyotgan bir singlim batdi meni Uyg'ur tibobatda. Shuni yo'qlashni bahona qilib men Xotanga ketdim. Xotan ketib u yerda 3-4 kun turdim, ana u yerdan qaytib ketgan. Yani ola sizni o'tganlar Qashqarga yo'llaganlar qaytib keladi dedi. Ma'rif nazaratining xizmati bilan bag'an. Baga vaqtida o barın inqilobining sababi bilan bu Qashqarda normal hayot yo'q endi. Hamma askar bo'lgandan keyin shuni bizni qaytib kelishindagi vaqtida anadiki men singlimni yo'qlashni bahona qilib men Xotanga borgan endi. Xotanga berib bu yerda 3-4 kun birga bo'ldik. Bu şu 90-yılı 4. ayının 13 gün etrafı doğru geldi hem de. 4. ayının 5 barın inkılabı olsa şu 13 sıra etraflarda ben Xotanga verip boğan. 7. ayda Kerem Qarim Mehbi Ürümçik geldi hem de. Ondan keyinki hayat şu 90. yıl 7. ayının oturlardan keyin ta tutulgacha Ürümçide Kerem Qarim. Şu Koro'da o Koran'ı biz kiralayıp tuşunu taş üye köçke vaktimiz şu 10. ayınki şu 11. ayının 1-2 günleri doğru geldi. 90. yılı. 90. yılı. Şu üyege köçep bir 15 gün ötmedi. Şu bizdeki resmi tutulga vaktimiz 90. yılı 11. ayının 16. günü. 90. yılı 11. ayının 16. günü. 16. günü. Biz köçüp şu 15-16 gün ötken vaxtlarımdı. Şu hem ala mehbi sukunup duruş doğru kelgen bolgandan şu onlarni yeydigan içidigan narsalarni normal men tushib beretdim. Tushib beretdim, ana deken etdigende taqap chiqib ketetdim. Bir narsa keraklar lazım bo'lib qolsa şu kecha qorong'uda yoki kunduz tarafda kiplamla yetkizib berib, yani o'zimni ishni qilatdim. Men bu qo'rg'on deb şu men va xonimdan boshqa hech kim kirib chiqmaydi endi. Shunaqa ahvolda. Şu vaqtlarda o Kerem Qarimniki soğuk
11 Ürümchidan tezroq baldu suv oqib kelgan bo'lgan ekan, sal ko'z yallig'lanib qolib, shunga doktorga olib berish to'g'ri kelgan vaqtida biz bir necha qatam velosiped bilan hamda taksi to'xtasak, biz ham bilib turmiz, bu yerda taksichilarda hammasi resim bor deb anglaydik. Shuni olib bu bo'lmaydi deb biz Hakikaten taksichilarning ko'pinchisi shunda odamlar. Shunda vazifasi bo'ladi hamda bu vaqtlarda. Shu bilan biz velosiped bilan Kerem Qarikamda shu universitet doktorxonasiga oralig'ima 20 kilometr keldi. 20 kilometr yo'lni velosiped bilan baratdik. Biz shu Kerem Qarikam bir velosiped minatdi. Kichik Kerem Qari, Osman Qari, men, ba'zi ikkisi, ba'zi birimiz oldida to'rt velosiped bilan baratdik. Berib ko'zlarini tekshirib 2 qatim, 3 qatim borgan hamda. Keyin bir ukullarni berdi. Ukul bergandan keyin bu ukulni biz akirib urish imkoniyatimiz bo'lmagandan keyin shu uydan bir 400 metr yiroqlikda yiroq emas yerda bir Tunganning kamdi. Tunganning ochgan bir sog'liq tibbiy mulozimat markazi va kentlik tibbiy xizmat markazi. Shu yerga borib 2-3 qatim ukulni uzdik. Ajna bir biz chiq bo'lsa bir 4 qatim ya 5 qatim chiqqandam sirtqa. Bo'lmasa asosan Qur'on ichidamda. Shu araliqda hamda ba'zi bir bizning yaqinlarimiz hamda kunduz taraflarda kelib ketgan ahvollarni men keyin o'qiman. Men hamda meni bilganimda hech kim kirmaydi, mendan boshqa hech kim kirmaydi, chiqmaydi deb o'ylayman, ammo shuna bilan bu 11-ayning 16-kuni soat shu soat 11 atrofida tuyuqsizlamni ish ko'rildi. Urilgandan keyin hamda bu nima ishdi desak, voy biz mana nopus tekshirayotdik deb qattiq vaqirdi. Shuna men chiqib qolsam o'gizdan tortib butunlayla qurolli odam yig'ilib bo'pti endi. Anadagi ben ishni ochmay turib oldim, ochmay turib olsam ular shunalar majburlab esib tushdi, echibli kirdi, to'pidan o'gizdim sakrab tushdi. Shuna bilan bu yerda necha kishi bo'lyapti? Biz 5 kishi edik. Qur'onda 5 kishi. Qur'onda men ayolim bilan ayrim bir uyda, bir ishga qiziq bir uyda, Kerem Qarim, Kerem Ziyab, anadagi Osman Imitlar, ular ayrim bir ishga qiziq, ya'ni bir uyda tamdi. Şundan güldürlep bastırıp girdi, qancha adam kelganligini uqmadik. Sonra meni bizni o'y tarafga bu ash Kerem Qari turayotgan o'ylagimni bastırıp kiriblar, shu yerdan bizni 5 yilimizni qo'lga olgan bo'ldi bu yerda. Qo'lga olib, shuna qo'llarimizni qo'yib soldi, o'ylarni aqtirdi, shuna bilan bir chal Kerem Qarikamlar, Kerem Ziyaplar hammamizga qo'y selib, kishan nima selib. Çıktı bizni ayrım maşınlar yapmadı hem de. Yapmadan ki sırtı çıkarsa... Bu etmağıştın burun, sizin uyunuzda tekşirepti bula. Ola kirişten burun, yuğan bir kaplık nesini ekilip kodukka taşlığanının gibi var sizin yüzünüzdeki. Onu ben özlem kıgandım. Bu ne şu... Şunu olan bizde hem de bu... Yani o materyalla mı diyor? Yani... Bu nimede bizni tutqanlar hamda nima ekandik? Alayda saqchi qismi ekandik-da. Alay saqchi qismi ekan, shu joyda birisi qattiq zarb berish komiteti bilan alay saqchi qismi ekandik. Bizni shuna bilan sirtqa chiqdik, chiqib qarasak, shu butun yo'l bir cho'ng bir ko'cha qaraydi bizning yo'l. Yo'lning hammasi atrof qorishilib, saqchilar to'shak ketibdi ekandik. Bu qoduqqa tashlagan narsa keyin tepildimi, tepilmadimi? O quduq tashlangan narsalar shu ba'zi bir biz shu chog'larda yezilgan bir narsa aytdi. Men hamda uni shu ertasi kunda shuni bilan bu shu o'yin tekshirish jarayonlarida men bir narsani shu bir kiyim shkafiniga mana bir so'mka qilib ashyo saqlaydim-chu. O'yatgilar bilmaydi hamda. Shuni bilan bular diqqat qilmagan vaqtida tashlatdim men. Tashlab ketib shuni bilan ertasi bular biz nima vaqtida butun o'ylarni aqtirib yurib qarasa ashyo bir benzin so'mka ya cho'kab ketmabdi. Shular qo'radli bir quduq bor hamda. U yerda shu g'azon-pazon bir nimalar tushadi, ammo suv ichilmaydigan mana bir quduqda. Shularga qarshi bir narsa laylab qo'ygandan keyin suzib chiqiribdi hamda. Tepibdi-da. Tepibdi. Shular bizni shu Abnumraylik, shu joydagi Abnumraylik qattiq zarba berish komiteti deb bir komitet ekan, shu joyda qurilgan.
Bu taşlangan nesli sizin özünüzdeki yazgan bir nesleri mi yoki şula grup holatda bir bilanslar Shu chog'dagi bizningki qilmoqchi bo'lgan qilishga tegishlik ajna bir planlarimiz, ba'zi bir kimningki saqlashga havolu qilgan narsalar ajna bir narsa. Hatta ben bunu soruşturmak maksat şu qo'rovdagi 5 kişinin ba'zilari bilmaydigan bir ahvolda bu. To'g'ri. Yani o'zingiz bildigan başka şu 5 kişinin ba'zilari bilmaydigan bir ahvol bo'lg'achqa, shunga men buni bakroq ko'zlab so'g'indim shu. To'g'ri. Agar hamda balki ham shu narsa qismat qildi. Agar shu narsa balkim cho'kib ketgan bo'lsa, misol hamda deyman-ku, masalan, somka benzin somka bo'lmay, sal so'tkizgan somkada bir narsa bo'lib cho'kib ketgan bo'lsa, balki ba'zi narsalarda hamda bizni o'nchilik darajada nima qilishga isbot bir narsa fursat bo'lmasa mumkin deb o'ylayman deb. Ammo maalesef unda bo'lmay qoldi. Bizning hamda tutish tariximiz to'g'risida hozir internetlarda aytichiq tarixlar berilyapti hamda. Ammo shu eng aniq tarix hamda shu 90-yili 11-16 kuni. 90-yili 11-16 kuni. Shu soat 11 atrofida bizniki rasmiy tutilish tariximiz hamda. Bizden tutqandan keyin amma shu qattiq zarba berish komiteti Aşağı apadi u yerda bizni hammamizni bo'lib o'tdi. Bo'lib o'tib shu ertasi tong atqicha bizni hammamizni so'roq qilgan bo'ldi. So'roq qilib keyin anandan keyin bizni qarimdan hech qanday nima so'ramagandan keyin o hech qanday ahvollarni bilmaydi. Yangi nima edib bordi? Bir gap bo'lgan. Uni men shu qo'liga nima selib bir kecha so'roq qildi. Ammo xonim ham o uyda Kerem qarını biladi. Aya kichik Keremziyapni biladim. Keremziyap o vaqtlarim kichik, ham nayt xushpel hamda. Bo'lgandiki hozirmi shunda? Hozirmi shu. Ammo Kerem qarikamni bilmaydi. Kerem qarikamni ko'rib baxmagan, ham menni ko'rsatmagan, menni demagan. O'xshash bir qo'rovning ishida qo'rovda o'tiramiz, ham biz Attiganda o şirketi ben şirketime keşten andıkken şu işten çıkıp ikimiz birleşip öyle ekenimiz özümüzün uydamdı. Öyle kim oturdu? Kerem Ziyap oturdu hem de. Kerem Ziyap demiş kaldı ticaretçi. O iş nesnen haberi yok hem de. Şuna andıkken onu ertesi şu o mektepke ders kimandı dersi vattı ki. Biz ne hem de şu ürümçüde mi toktatmay Miçven Nailik Kamakhanıga şirket hem de. Açık et üyege soluğan oldu. Şuna olan hem de bu Miçven Nailik hem Ürümçi'den şu bir 30-40 kilometre yiraklıktaki bir nayi hem de. Bu belki Xitayla yerleşken bir merkez mi? Miçven'de hem de şu bir 30-40% Tungan ahalisi var, Qaqanistan Xitay ahalisi. Uygurlarda Irak yani. Irak. Bu sizinki Kerem Qarım bilen tanışkan vaxtınızda dep ötmediniz. Yani keyin dediniz da. Kerem Abduveli bilen bizden tanışışımız bu bir kısmet. Şu 1988 yılımdı. Biz Ali Mektep bitirgenden keyin biz Ali Mektep vaxtımızdan tatip iş qilib bir gaylarımız var, bir yaşlattık hem de. Şuna olan biz bir qumulluk, bir ürümçilik, 3 birader, 3 dost hem de. Hemimiz Ali Mektep bitirgen hem de. Biz bir... Siz qaysi kesiniz bitirgen? 88 yılı ben şu 3 yıl tabi coğrafya okudum. Ondan keyin bir 2 yıl şu Marksizm Nezirisi'ni okugan ben. Marksizm Nezirisi. Marksizm Nezirisi okugan. Yani bir 2 biraderimiz, 3'ümüz birleşip hem de şu biz bir cemiyet tekşiriş kılaylı. Halkımızın, cemiyetimizin bir düşüneli degan bir plan bilen biz 3'ümüz birleşip özümüzden xarajatlar bilen bir xarajatımızı çıkarıp hem de 88 yılı yazda. 88. Biz hem de avval Jalip'ten başlayla da şu korluğu badık, ya bir neçe gün tutuk, bügürgü badık, bir neçe gün tutuk. Hem ya savaqtışımız oldu diye birimizden dostu çıkıda ne kılıp hem de. O bizden ki onçilik alıqıda mimarxan yatıqda pulumuz olmağandı ki şu ağayını ballarının ki savaqtaşlarımızın, dostlarımızın üyeleri yetip kopap. Aşına kılıp ahırsı kucağı badık biz. Kucağı bağa vaxtımızda ya bizden ki bir... Kucağı birleşti burun.
Bu Marksist nazariyasini o'qidim dediniz. Shu mezgillerde uyg'unibsiz. Shunday-ku? Doğru. Yani bu Marksist nazariyasini o'qib turib, bu sizning uyg'unishingizga nima sababchi bo'ldi? Yani nurg'un yoshlarimiz var. Şu o'qigan peti ketaverdi. Oxirida Xitoyga xizmat qiladigan insonlar bo'lib chiqadi. Sizning shunday bir nazariyani o'qib turib, uyg'unishga nima sababchi bo'lgan? Atrofimizdagi muhitmi, do'st birodarlarmi, nima sababchi bo'lgan? Hem bu Marksizm nazariyasini asli meniki kasbim tabiiy coğrafya. Tabiiy coğrafyani o'qib, keyin shu har qaysi oliy maktablarga shu siyosiy diniy xizmat yetakchilarini tarbiyalaymiz deb shu Sharq Turkistondagi 11 oliy maktabda G'o'ljidan tortib Qashqargacha oliy maktab Uyg'ur tibobat Xotan pedagogika texnikumi ular oliy maktab darajasida emas ekanda hamda şu Janubdan Qashqa pedagogik universiteti bor, G'o'lji shimoldan G'o'lji pedagogik universiteti bor, o'shalardan bo'lib Shixanzdan keldiras. Shuna bo'lib 11 universitetdan, shu har bir universitetdan 3 dan 4 dan shunday eng yaxshi o'qiyotgan, ko'z ko'ringanlarni tanlab, bular Şinjan pedagogik universitetida, Sharq Turkistondagi birdan bir pedagogik universitetimda. Şunun da bir şu Marksizm, Leninizm terbiyelash sinipi deb bir sinip açtı. Bir Uyg'urcha sinip, bir Xitoycha sinip açtı hamda. Men shu chog'da Şinjan universitetidagi 3 o'quvchidan birisiman. Biz ayaga berib uyaga borgandan keyin uyada hamda bu aslidagi kasblarimiz qolib qoldi. Bizning butun o'qiydigan narsalarimiz shu nezrivi dersler. Nezrivi dersler. Ta ki mesela parti kuruluş tarihi olsun, Xitoy Komünist Partisi'nin inkılap tarihleri, Marks'ın kapitallarından tatip, Marksizm millet meselesi, okuyan derslerimiz bir bekçi kemdi. Şu Katar'da hem de bu destek bir 20 yılına ait yuvaş okudum ben bu. Kiyin qarab baksak bu Marksizm nezariyasının ki bu bombaydigan tarafları xato taraflarni aytib chiqib bo'lg'achqa bo'lib men falsafaga bak qiziqdim. Falsafa anandiki shu tabiat koinotlargacha masalan quyosh sistemlarini tadqiq qiladigan ishlarni aytib qiziqdim. Bu jihatda nurg'un izlanishlarim bo'lgan hamda. Shu vaqtlarda shu bir yil o'qidik, keyin anandiki men aspirantlik imtihon bermay dedim. Aspirantlik imtihon bermadi. Şu mektebni tashlablamni men 20 yil aspirantlik imtihonga tayyorlik qildim hamda. Men isyonkor edim maktabda o'qiyotgan vaqtimda. Isyonkor. Bir shunday bir ideyamni o'tmasa yoki bir fikrim nima bo'lgandiki darhol qarshi turdim, bo'lmasa dars tashlab chiqib ketadigan shunday bir. Bu bir tarafdan yaxshi mijaz, bir tarafdan nimaki. Hatto ba'zi o'qituvchilarim shunday yomonlab erkin ders kirsa men ders o'tmayman deb shunday o'qituvchilarimiz bo'lgan bizniki. Bazı o'qituvchilarimizga yolg'onda yolvorib yurib, voy mana bir maqola yozgandim, buni tuzitib bering, sizning ismingizni qo'shib qo'yma deb yurib, ko'ngilni olib yurib, akilib az degani bir ishga o'qituvchi dars tashlayotgan. Shunaqa savollarimizga mantiq, to'g'ri javob berib bo'lolmay, bizga bir narsa bildirib bo'lolmay. Naq shu chog'larda shu 87-yili şu çağlar gezdi bir haber oku kaldığımda ben şu Sovyet İttifakı'da şu çağlar Sovyet İttifakı'da Sovyet Rusya parçalanmaya vaxtlarında. Sovyet İttifakı ali mekteplerde Marksizm nezariyesi ders buluştan çıktı degan bir küçük haberini okup kaldım da. Ben şu haberini şu yoğantıp köpeytip, mujna bir gez çoğunluğu köpeytip şu haberini. Köpeytip sınıfı koyapla malum ders kirgendekiler tutuvalım hemen. Kara. Komünistlerin boğusu bunu ali mektepten ders kılıp çıkarıp etti. Demek bu hata diyen gap. Biz neymiş kokuymayız. Şu sebeplerimi hem de sınıptı mı beni kollaydıgan sabahtaşlarımız bulattı. Şularımı şuna neme kıp yürüp anandayken ağırlıklı bizime bir hafta ders taşıldık. Keyin anandayken ben katnaşmasam mı boladıgan kılıp şuna ötek etken bu külle.
Shu chaqlardan tatib bu marksizm nazariyasininki bo'lmaydigan taraflari. Buningki ba'zi narsalar nihoyatda xiyoliligi real insonninki tabiiy ehtiyojlar bilan, normal ehtiyojlar bilan nihoyatda bir-birisiga qarshiligini. Zidlik. Haqiqatda masalan din apyun deydi. Amaliyotda bu yerda qarasangiz bu marksizm nazariyasininki apyun. Odam zaharlaydigan apyun ekanligini aniq chiqadi. Shu tadqiqot jarayonlarida bizda bu yerdagi hamda bumi bir sabab. Eng cho'ng sabab bizda hamda shu chaqlarda masalan Dolqin Isa. Bilsizmi, Dunyo Uyg'ur qurultayida hozir hamda Yevropadagi siyosiy faoliyatdagi avangardlardan birisi. Mesela Dolqin boshlig'idagi bir qancha birodarlar biz hamda shu chaqlarda sal uyg'oq hamda. Ba'zi narsalarda nohaqchilik, anadekin bizda asta-asta mesela 1985-yilgi o'quvchilar harakati 12-oydagi. Keyin 89-yildagi o'quvchilar harakatlarining bostirilish jarayonlarini hamma biz ko'rgan, bilgan bo'lgandan keyin bu bizda biz bu yerda bu o'zimizning vatanimizga o'zimiz ega bo'lmaguncha bizga tinch erkin azod yashash fursati bo'lmaydi degan fikr shu yerda uyg'onadi bizda. Chunki az zulm, shu zo'rliq, shu nohaqchilikni ko'rmaguncha odam uyg'onmaydi gapga. Yani nurg'un insonlar kichik vaqtdan tortib ta cho'ng'igacha tabliq qilib, gap qilib, hidayat kirmaydigan insonlar bor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İnneke la tahdi men ahbabta velakinnallah yahdi men yasha. Tercümesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki sen özün yaxshi ko'rgan odamni hidayatga başlayamaysan. Doğru. Qancha qilsan sen başlayamaysan. Fakat Allah xoligan kishiga hidayat berdi. Doğru. Degan. Yani sizning bu Allah subhanahu wa ta'ala sizning ichingizga qalbingizga bu iymon nurini shu vaqtda besib etganki shuning uchun bu marksizm nazariyalarini o'qib turib shularninki inson tabiatiga qarshi zid ekanliklarini bilib chiqishlari hammasi Alloh subhanahu taolaning tavfiqi va hidoyati bilan bo'lgan nima bunga alohida Alloh subhanahu taolaga rahmat aytish lozim, hamd sana aytish kerak. Hammadan nasib bo'lgan ish emas. To'g'ri. Onun için kuchağa bağladın ha? Şu biz şu uyg'oq do'stlarimizdan biz uchaylan hamda shularda biz aslida 6 bo'lmoqchi keyin har xil sabablar bilan birisini xizmatda ajna bir sabablar hamda. Sabablar bilan biz uchaylan ajna bir jamiyatimizni tekshiraylik avval biz ham Uyg'urlarni bir yaxshi o'zimizning jamiyatini yaxshi tushunmay turib bir ish qilib bo'lmaydi deb. Jamiyat tekshirish uchun chiqdik ayna degandek avval Korlarda turdik, Bugurda turdik, keyin Kuchag'a bordik. Kuchag'a borgandan keyin bizning do'stlarimiz chiq. Mening do'stlarim bo'ladi, yana bir biz birga borgan yana birisining do'sti bo'ldi, yana saboqtish bo'ldi, shunaqa qilib u yerda biz bir erkinda bir birodarimiz bor u yerda bor. Umi shu 1900 Kuchag'da. Bu 1988-yildagi o'quvchilar harakatida ama shu Pedagog universitetidan haydab etilgandan birisi hamda. Erkin nimetdi Pamilis o'tib qoldim. Konishadida uyi. Biz şu Erkin'in uyuga tushdik. Uyuga tushib shu suhbat jarayonlarida. Hozir hayotda mi Erkin? Hayotda bo'lishi mumkin ham. Keyingi vaqtlarda bir necha qatim ko'rishgan shu to'lovni birodarimiz zulmlarni selib hamda mana 8-10 yil bo'lib qoldi ko'rishmagandik ekan, ammo hozirgi ahvolda qayerdan qayerga bilmadik ham shu tijoriy ishlarga kirib ketibdi ekan, keyin bilsak. Shu amma Kucha men tug'ilib o'sgan joy bu. Kuchada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Yani bu yerda Erkinda ismini zikr qilishdan deyishdan ayda Xitoy butun erkinlarni to'plab olmasin demak. Ay, undan bo'lmaydi. O birodarim nurg'un suvoqlar 5 kun o'tgan bo'lgandan keyin bu tarixlarni balkim bilishim mumkin endi. Qarsak Kuchadimi, masalan, Koni shaharda men ham Kucha birinchi o'tirda cho'ng bo'lgan. Keyin uyimiz Kalpinga ko'chib ketgan. Kuchaning qandaligini aytib yaxshi. Kuchada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Kuchada masalan o'g'ri yolg'on, anandekin shu yo'llarda bank chekib o'ltirdiganlar, aroq ichib mas'ulab o'ltirdiganlar Koni shaharda. Yangi shahar desam, zamonaviy tushib yo'llari tuz, daraxtlik, menda ham Koni shahar desa sal vayrona.
tilamchilar, ana kun ko'chiq chiqayotgan ayollar bek chiqamdi. Bularni bilatdik. Shundan gapdan gap bo'lib qarsak, ko'cha bu konishar shunda o'ngishli ketgan. Qarşı ko'chada mansaqmi, yoshlarmi degan adablik, o burunqi vaqtlardagidek araq ichib mas yurganlarni ko'ngil olmaydi, tilamchisini ko'ngil olmaydi. Anadagi naqadar bankchik pol taqalarni ko'ngil olmaydi. Shuning bilan bu nimshop ketdi deb suhbatlar bilan boshqa yana birodarlarimiz var endi. Ular bilan ko'rish jarayonlarida biz keyin biraz yanshadigan bir og'aynimizning uyiga tushdik hamda. Ashna yetish bo'lolmaydi. Bir kun ondan kelib bir kun ashna qo'nib bermasak, suhbat bo'lmasa, og'aylarimiz xafa bo'lgan bir vaqtlar. Keyin bir suhbat jarayonida mana bu savol meni men o'tirib qo'yman. Bu sabab nima ajab o'ngishlik ketibdi, yoshlarmi degan shundalikda sipoyi kiyinib mana bo'lib ketibdi desak, bizning shu Yanshada bir o'qituvchi bir do'stimiz bor. Hozirmi o'qituvchilik qildi u. Şu mıjna bir Kerem Qarimda bir aylan bazır şu ta'lim terbiye işleri bilen, tebliğ işleri bilen şu yaşlarına ait o'ngshab ketdi. Bu hozirgi yoshlarda endi shunday to'g'ri bir iman, islom ideyasi bilimlar bo'ldi. Hamda qanday yashash, hamda o'zlari uchun qanday qilsa yaxshi bo'lganligini bir bilgidek, bir yangi bir uyg'unish bo'lyotdi bu yerda degandan keyin shundan biz uchimizda bu Abdukerim Abduveli degan qanday odamdi Kerem Qari degan. Bizning u chaqlardimi bu masalan mening qarshim bo'lgan vaqtidami bu islomninki o kadar kuchi bor deb bilmayman men. Shundan bilan biz bir ko'rishaylik hamda bizmi bir suhbat bo'lib boqaylik. Deb shundan bilan bir keyin o o'qituvchi og'aynimiz kirib ko'rishib yurib bir vaqtni o'rlashtiribdi. Shundan bilan biz shu Kerem Qarimninki mush men degan adresdagi Aqtan aholi komiteti 64-nomerli qo'rasiga biz kirdik hamda. Shu Shamdan burra kirgandik. Kirdik u yerda Shamni o'qib, shundan bilan suhbatlarni qildik. Bizning mana bir 6-7 og'aylarimiz var. Ziyoli deb qo'ydim. O'zlari ziyolilar anadagi o taliblar deydigan vaqtlar chaqladi. Biz ziyolilar bir sapda cho'rdab o'ltirdik 6-7imiz. Bizning aramizda mana shu markazda hali yuqori oliy maktablarda o'qib kelgan shuna yaqinlarimiz botdi. Shundan bilan biz o'zimizcha so'raydigan savollar, munozara qiladigan narsalarni tayyorlashib, shunday qilishdik. Shundan bilan biz o Kerem Qarimning bir necha yaqinlar bakan shu Himmat Alibba, anadakin qarindoshlar bakan to'qashna o'ltirdik. Bizmi bir 20 ga yaqin kishi bo'ldik hamda. Unda paranishib, bunda paranishib oxiristonadagi gap shu falsafa bilan astronomiyaga tushgan vaqtida bizning bir og'aynimiz otda markaz o'qib kelgan. Uning bilan xalqat tutishib qoldik. Tutishib qoldi hamda. Emil Qarikanba yana bir birodar otda tutuşup kalıp bu bizden sohbetimiz akşam şu saat 6 etrafında bir bağam bulduk öyle şu tanıtağı yakınlıkça ta geç saat 4'ler olup gitti o değil mi? Şunçuk derece uzun devam kıldı hem de. Şuna olan biz... Navaşyanın geç saat okuyacak. Şu. Nayet ciddi oldu hem de ama ciddi diye vakti de münazara ciddi hem bir yerde. Şu an biz qaytib chiqyaptik. Biz unimisak, unimay biz to'yatimizni Kerem Qarikan men achib qo'yma deb shu yengshagamdi. Bir kichik bir Bolkoy mashinasi bor-ku, shuningda bizni achib qo'yma deb Bolkoy mashinasini epmangan vaqtida yarim yo'ldan o'tgandan keyin Bolkoy mashinasi buzilib qoldi. Sizning bunda tashvasak olmaydi deb biz to'yatimiz o mashinani itirib akib qo'yib, ajna qilib biz tanatgandan keyin aran uyimizga qaytib chiqdik. Ajna bir jarayon birinchi qatim tunishimiz ashadim bo'ldi. Bolup keyin anandikin Kerem Qarikam şu bir elan evetiptike. Eysa mitti ismi. Şu kişi majna bu Ürümçiden kelgan ziyolilar bana belki yıkıp kaldı bir körüssem boluptike dedi. Şuna olan anandikin biz yani bir ağaynımız vardı. Poştxanda işlaydigan, nailik poştxanda işlaydigan. Onun uyuga biz teklif kıldık. Şuna uyada bir akşam sohbet oldu. Şuna bilan andakin bu bizde bir bağlanış bo'lgan hamda. Bu sizlarninki Xitoy doiralarida ishlaydigan kishilar ekanligini bilgandan keyin sizlarga bu ta'tir qarash berishlik bo'lmadimi? Yo'q.
Faqat unda ahvol olmaydi. Chunki Kerem Karim'ninki şu adımı biz unda oylamaptık hazır siz bazı sualını sorgandikin hazır qaytadan oylavatım hemen. Kerem Karim'ninki fikri na uçukçu. Uçuk kentik bu kişinin. Xudalik mayadım mesela Mevlana Celaleddin Rumi deyen okşaş kim bolsan kel, yeter ki sen kel deyen okşaş. Kerem Karim her kanda adam bolsa bana ben münazirge teyar ediga vakti kendik. Çünkü hem de meyli psikolojiye, meyli astronomiya, meyli tabiat, meyli bu başka bilim cihetten bolsa naayet değil. Mükemmel boğandıki, yetilgen boğandıkken bu yüzdeki şunçluk derecim işini dike. Mesela bizden alik gündeki münazirimiz mi şu hemdi? Yani bu soğanı soruşumdaki maksat yani günümüzde Xitay dairelerde işlegen kişilerini hemen bir tayakta heydep bu münafıklar, bu bedbaxtlar, bu kapırlar, kızıl komünistler deplam bir tayakta ihtiyatçının ki doğru emas ikenligi günüdü bende. Bir davetçi, bir hareketinin başçısı. Yani hem insanı üzüge çelip kılalaydıgan, hem tarafga o'xshash qarayalaydigan inson bo'lish ekanligini Kerem Karim'dan bu şekilde öğrenişimiz gerek deb shuni so'rayaptim buni. Asli ashuna bo'lish kerakdi. Bizda şöyle tushunmay turiblamla hukm berib o'tib. Hukm berib o'tdi. Masalan turishchi o'nyarg'i degan gap bor. Shuningdek oldini ala unga bir baho berish. Shunga mos keladigan bir uyg'urcha bir so'zmi, balkim bo'lishi mumkin hamda. Oldin baho berish desak bo'ladi. Xiyoli bu işi bahar. Ha, xiyoli. Tekşürüp bakmayı toxtab turib, nimiş ki bunda demay turiblamla, bir tayaqda heydib etadigan bu shunday ahvol bizni ayt. Bu ki Peygamber sallallohu alayhi vasallam müşriklar bilan, munofiqlar bilan suhbati bo'lgan. Suhbati bo'lib, ularni qanoatlantirishga tirishgan. To'g'ri. Bu bizning da'vatchininki bir vazifasi. Allah Taala deganga o'xshash, bayatda siz buni deb o'tdingiz-ku. Fakat iman veriş bendin. Biz fakat sevap quvchi. Sen fakat sevap quvchi deganga o'xshash. Bu yerda Kerem Abduvelining fikrini aytib o'yga uch qo'ygan ekan. Uning ustiga bu yerda suhbat qanday qilsak o ishg'olchilarga hozirlik qurollik qarshi turib, biz mana bir ish qilamiz deb unchalik nimiz debdebelik suhbat yo'q yerda. Suhbat nima? Mesela madde, an, mesela madde birinci. Yani delil ispatla olan. Madde birinci, an ikinci. Mesela bizim öğrengenimiz şu. Mesela Marksizm felsefesi şu. Ama bir yerde onda gelmez. Bir yaratışının bağlı doğrusu. Ameliyatta mesela bizden ahir sıkıya yerimiz değil mi? Biz mi bilimiz yani bir yaratışçı boğumuzun bir nasıl özgürden peyda olkanmaydı. Ama şunun için özümüzün teknik kayılıcı kılıç için hayatı münazır olup getirdi değil mi? Size bu hazır vaktimiz tüyüp kaldı. Allah. Yani çünkü bir saatlik vakt verildik bir yerde. İnşallah kiraki programında, yani biz aslında bunu bir programda tüketemiz de kelgen. Bu hadislerini bu şekilde tızlan bir programda ışılan sıkıp tüketiş doğru emez. Bunun için bugün müşahede bolsun. Programını etiştim burun. Şu ekegen resimini bir ekrana gösterken bolsa şunu bir kösün. Onun için programını itatalım. Abdülkerim Abdüveli degan kişi mi şu? Bu Abdülkerim Abdüveli 1956 yıl tug'ilgan bolsa bu yıl mana 58 yaşta. 60 yaşga kiray dedi. 24 yıldan beri Xitay türmesinde, işgalchi Xitaylarning türmesinde. Birinchi qatim hukm qilgan vaqtida 12 yillik qamoq jazosi bergan. Onu kimki nimesinde anlataydı. Keyin hiçbir sebep yo'qlamla hozir 5-chi qatim uzatib, mana eng oxirgi qatimda bu yil uzatıptı. Abdülkerim Abdüveli hozir 2-chi ayning 5-chi kunidan buyon ochlik e'lon qilibdi. Türmede. Yakında İnes bilen sözleşken ilan qilib bu birden bir qo'ldan keladigan hamda Xitoy hukumatiga, Xitoy ishg'olchilariga qarshi tura oladigan birdan bir yo'li shu.
Başka hiç qanday bir çaresi qalmagan vaqtida hozir açlıq e'lon qilish orqali o'zining ko'rishini davom qildiryapti demdi. Bu resimni o kilayki qıtımda, kilayki programda kösteyli. Çünkü vaktimizni eşip kettik. Bo'ldi. Onun için programımızı müşahede etiyotishga mecburimiz. Hürmetli televizyon ko'ruvchilar. Programımız qisqa bo'ldi. Ama şahsiyet katta bo'lg'achqa programımız shunday 1 soat bo'lsa-mu, qisqa vaqtda tugab qoldi. İnşallah kilayki programlarda yana Kerem Karim'nin hayatını ve o vaxtlarda, o mezgillerde kurulgan İslam İslahatçılar Partisi hakkında nima ishlar bo'lgan, kimlar hayatta, kimlar öldürüldü, şehit kılındı. Bular to'g'risida inşallah kelayki programlarda yana anlatishga tirishimiz. Kelayki programga qadar hammanglarni Allah subhanahu wa ta'alaga amanat qilaman. Aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.